E'tibor bering, immunitet kuchli bo'lmasa, ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Die Welt agentligining axborotiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy Myunxendagi 62-chi xalqaro xavfsizlik konferensiyasidagi o'z bayonotida Yevropadan Rossiyaning ichkarisiga zarba berishga qodir Flamingo raketalarini ishlab chiqarishni oshirish uchun yordam so'ragan. Zelenskiyning ma'lum qilishicha, sal oldinroq Rossiya ushbu raketalar omboriga zarba berdi, ammo Kiyev ularni boshqa hududga ko'chirishga erishdi va ayni paytda Ukrainada Flamingo raketalari kam qoldi. Bu raketalar esa Rossiyaning ichkarisidagi muhim infratuzilmalarni yo'q qilish uchun eng zarur qurol hisoblanadi. Vladimirlarning kenjasini qo'shimcha qilishicha, Ukraina Rossiyani Donbass bilan bog'liq talablarni to'liq rad qiladi. Negaki Donbassda hozirda 200 ming nafardan ortiq ukrainalik istiqomat qiladi va Zelenskiyning ularni har birini uyiga borib, bundan keyin qarindoshlaringni ham, uyingni ham, kelajagingni ham unut va men bilan boshqa hududga ko'chib o't. Negaki bu yerlarni sohibi endi Putin hisoblanadi deyishga haqqi yo'q. Zelenskiyga ko'ra, Moskva Jenevada bo'lib o'tadigan tinchlik muzokarasiga bu safar yana Medinskiyni rahbar sifatida tayinladi va Kremlning bu harakati uni tinchlikdan voz kechayotganidan daraklik beradi. Boisi Medinskiy faqat talab qo'yadi, Kiyev esa ularni rad qiladi. Bu endi muzokara bo'lmaydi, ultimatum qo'yish sanaladi xolos. Vladimir Zelenskiyning urg'u berishicha, Putinni 2014-yilda Qrimni egallagani uchun unga javob berilmagani bugungi Ukraina urushiga sabab bo'ldi va bu safar unga javob berilishi to'xtamasligi kerak. Shunda Rossiya bundan keyin o'zga davlatni hududiga bostirib kirish mumkin emasligini va bu hujumni uni o'zi uchun juda qimmatga tushishini tushunib yetadi. Kenja Vladimirga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga xavfsizlik kafolati muddatini 15 yil bo'lishini taklif qildi. Ammo Kiyev bu kafolatni 30 yoki 50 yil muddatga berilishini talab qilmoqda. Sababi Qo'shma Shtatlar bergan 15 yildan keyin Ukraina endi oyoqqa turgan paytda Rossiya yana urush boshlashi mumkin. Aytgancha, Vladimir Zelenskiy 14-fevral kungi o'z bayonotida frontdagi vaziyat bo'yicha ham ma'lumot bergan. Unga ko'ra, bosh shtab jang maydonidagi bo'linmalarga tasdiqlangan reja bergan. Ushbu rejaga ko'ra, Ukraina armiyasi har oyda Rossiyani kamida 50 ming nafar askarini o'ldirishi shart. Shuningdek, 1 kilometr hudud uchun Moskva 156 nafar askarini qurbon qilish kerak va shunday bo'lmoqda ham. Ya'ni Rossiya Zelenskiyga ishonilsa, Ukrainadagi 1 kilometr hududni egallash uchun 156 nafar askarini qurbon qilmoqda. Endi Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchesni Qo'shma Shtatlarda shov-shuvga sabab bo'lgan chorlovga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. El País agentligining xabariga ko'ra, Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez 14-fevral kuni Myunxen konferensiyasida Zelenskiydan keyin minbarga ko'tarilib, Yevropani Putinni to'xtatishga chaqirgan. Pedro Sanchesning shov-shuvli taklifiga ko'ra, Yevropa Putinni to'xtatish uchun 10 yildan keyin emas, shu yilning o'zida NATOdan tashqari, aniqrog'i Amerika Qo'shma Shtatlarisiz yangi harbiy blok tuzib, shu blok bilan Rossiyaga hujumga o'tish kerak va Putinni to'xtatishning yagona yo'li Moskvaga bostirib kirish sanaladi. Pedro Sanchesning va'dasiga ko'ra, agar Yevropaning hamma davlati rozi bo'lsa, bu yangi harbiy alyansga Ispaniya birinchi bo'lib qo'shiladi va o'zini barcha harbiy texnikasini Rossiyaga hujum qilish uchun yangi NATOchani ixtiyoriga topshiradi. Endi Pedro Sanchesdan keyin konferensiyada so'z olgan Daniya bosh vaziri Mette Frederiksenning yangi jahon urushi boshlashga xizmat qiladigan taklifiga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting.
Mette Frederiksenning o'z bayonotida taklif qilishicha, Yevropa agar Ukrainaga frontda qo'ygan qizil liniyalarni bekor qilmasa, 70-Myunxen konferensiyasida ham Kiyevga yordam bo'yicha takliflarni o'rganib chiqayotgan bo'ladi. Negaki bu urush agar Kiyev uchun qizil liniyalar olib tashlanmasa, hali uzoq davom etadi. Mette Frederiksenning taklifiga ko'ra, Bryussel Ukrainaga Yevropa davlatlari tomonidan berilgan qurollar orqali Rossiyaning istalgan nuqtasiga zarba yo'llashga ruxsat berish kerak. Bu esa qizil liniyalarni olib tashlanganidan keyin Moskvaning qisqa vaqt ichida zaiflashishi bilan yakun topadi. Mette Frederiksenga ko'ra, Ukrainaga Yevropa yetkazib bergan uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga qodir raketalar zarba yo'llash uchun ishlab chiqarilgan. Bryusselning qizil liniyasi sababli esa Ukraina ulardan Rossiyaning dronlari, raketalari, shuningdek samolyotlarni urib tushirishda foydalanmoqda. Bu esa hech qanday natija bermayapti. Xullas, bir so'z bilan aytganda, Myunxendagi 62-xalqaro xavfsizlik konferensiyasida tinchlik emas, urushni kuchaytirish takliflari ko'rib chiqildi va G'arb agentliklari tasdiqlaganday, Yevropa Rossiya bilan katta urushga kirish bo'sag'asida turibdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.